Hammani kamerasiga tushish uchun sizni hamma sog'ingan. Joy yetmaganlar Qashqadaryoga Mikrofonlarni bir barobar bir-birimizni yopmaylik. Pastroq qilaylik-da, so'rashaylik. Kimgadir mikrofonni shoshga yordam berib yuboraymi? Mana bitta qo'lim bo'sh. Olib bersiz? Tayyormizmi? Hamma tayyormi? Ketdikmi, tayyormizmi? mikrofon prioritet qo'yaylik. Bir ishlatdimi bizaniki? Abduqodir hamma sizni sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, men qiynaganman. Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizni fikringizni gapingizni aytsangiz. Assalomu alaykum, bilan bor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti Manchester Cityga? Moslashish qanaqa ketdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi Murod almashdi Murodbek. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz bilan? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz, boshqalar. Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz, bundan kattaroq shutga harakat qilamiz. Timur Kapadze'da ko'p muammo bo'layotgan narsa. Terma jamoa endi 3 talik markaziy himoyachi bilan o'ynaydi yoki 2 talik. Timur hali bu haqda aytilmadimi? Endi va birinchi mashg'ulot bugungi o'yin. Men bu o'yinchiman aka, trenerman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Ikkalasi ham. Ko'proq qaysi bir yoqda? Ikkalasi ham. Siz oldindan kam gapmadingiz? Unisi bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz? Vatan sog'inchi bo'yicha bo'lmasam gapirib bering. Eng futbolchi Joyil Koja hisoblanadi hujumda. Bu qanchalik himoyachilarga muammo tug'dira oladi? Bilmayman, o'yinni ko'ramiz. Muxlis degan nima deysizlar? Bo'lajak o'yinlarni. Qo'llab-quvvatlashingdan xoliman. Abduqodir Pep Guardiola aytganingiz, ingliz tilini uncha bilmaydi, o'rganish kerak degani. Qanaqa ketyapti ingliz tilini o'rganish hozir? Hammasi yaxshi. O'rganamiz ekan. Muxlislarga yetadigan gapimiz bor. Ikkita o'yin oldi. Qo'llab-quvvatlashingdan xolimiz. Sizlar bilan osonroq bo'ladi, xohlasa. Kevjor kerak emasmi, Kevjor? Rahmat aka. Manchester Cityda eng yaqin do'stim Vitor Reis degandingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib uni aytgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? O'zbekistondagi 3 ta yaxshi futbolchilar haqida fikrlaringizni aytib bering. Hamma futbol. Yo'q, 3 ta o'zingizga yoqadigan. Bo'ldi, ana. Qo'ylardan chiqib olasiz, orqaroq yuringlar. Aka, menga o'rgatdilarmi demaydi. Davron aka. Okalar, orqaga chiqamiz. Operatorlar Nima olamiz endi? Telegramdan yozib olamiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Xabaringiz bor, yana 2 kundan so'ng futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 3-saralash bosqichi doirasida Qirg'izistonga qarshi uchrashuv o'tkazadi va bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi 2-chi mashg'ulotini o'tkazmoqda. Kechadan terma jamoamiz yig'inga qo'shilgan edi va bugungi mashg'ulotda futbolchilarimiz to'liq tarkibda harakat qilishyapti. Hozir sizga ommaviy axborot vositalari uchun mashg'ulotning ochiq qismini Olimpikus sahifasida jonli efirda namoyish qilamiz.
futbolchilar deyarli to'liq tarkibda mashg'ulotlarni olib borishyapti. Bilasiz, futbol muxlislarining yaxshi xabari bor, faqatgina markaziy himoyachalarimizdan Husniddin Aliqulov jarohat sabab bu yig'inga jalb etilmagan va undan boshqa barcha yigitlar hozir Toshkentda jam bo'lishgan va mashg'ulotlarni olib borishyapti. Kechagi tarkib bilan solishtirganda albatta farq bor. Bugun Abduqodir Husanov, Abbos Fayzullayev, Eldor Shomurodov kabi legionerlarimiz ham mashg'ulotlarga qo'shilishdi. Oxirgi savol. Nima intervyu berasan? Qo'yganmi? Sekund chiqarasizmi? Chiqarib ham bo'lmaydi. Boshi bor, oxiri yo'q. Faqat Primoyda qoladi. Cherzda keladi o'zida. boshqa futbolchilarga, yosh futbolchilarga borib hadya qilib bir narsa qilsam borib, nima deyapti bilasan? Paxta bir bola deydi. Lekin nimasiga paxta bilmayman. Aytayman kimlar shunaqa deydi? Instagramda oldi o'tirib oldi, qo'lida bo'xt ham kelmagan bo'ladi va birovlarning muvaffaqiyatini ko'rsa, dedi men paxta qo'ymayman, shuning uchun shunaqa o'tiribman-da. Ular paxta qo'yib qo'ygancha shunaqa o'tirib bo'libdi. Yana bitta narsa, bu ham hamma bilan gaplashmaydi. Yaqin kichkina Vashcha yosh bolaligidan simbolik jahon bilan o'rtoq. Qarang, mana shu Abduqodirlar masalan Cityda o'ynamagan, o'zimizni bunyodkorda bo'lgan yoki boshqa komandalar Belarusida bo'lganda qo'llab quvvatlab yaxshi sog'lig'iga qarab qo'limizdan kelgancha olganasi aloqada bo'lib yurganmiz. Lekin o'sha paytda Cityga o'tib ketishni bilganimda bor, javob berardim. Lekin mana shu Shomurodov birinchi iPhone'ni mana shu odam olib bergan. Esimda Liga Chempionlar play-offda yutsalaring Hamdamovga, Rustam Ashurmatovga, Shomurodovga, Akromga. To'ppa-to'g'ri. Mana shu odam birinchi iPhone 12 chiqdimi nima? iPhone eng oxirgi model. O'sha paytdan menda soqqa mori bo'lgan. Hozir blogerda emas bilinglar. Birinchi iPhone'larni olib bergan. Ro'za kuni aytaman, hamma gapni Dedumlarga borardik. Shunaqa gaplar Shomurodovga iPhone'ni olib bergan. Esimda o'sha kun. Aziz muxlislar, Olimpikus jonli efirdamiz va Abdurahmon aka. Assalomu alaykum barchaga assalomu alaykum. Doimgidek mavzuga qarab kiyim tanlashni ham bilasiz. Los Angeles 2028 Olimpiya o'yinlari yaqin va faqat shu. Temaga tushishi bo'ladi, oddiy sodda tilda aytganda. To'ppa-to'g'ri. Lekin va'da berganman. Inshaalloh mana terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqadi. O'zbekistondan Amerikada quruqlik bilan boraman deb va'da berganman. Mashina bilan. Buni hech kim qilmagan, bitta blogerimiz qilaman deyaptilar, lekin bu oson ish emas, chunki juda katta mashaqqati bor.
va'dani Olimpik o'zi muxlislari eslab qo'ysin, xudo xolasa. Mashinalarda boramiz O'zbekistondan Amerikaga. Mahalla kanali. Qirg'izistonlik Fantur bilan birgalikda Amerikada bo'lib o'tgan jahon chempionati va albatta olimpiadaga bordik. Qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Qirg'izistonga qarshi kechadigan jahon chempionati saralash o'yini oldidan rasmiy mashg'ulot o'tkazyapti va matbuot vositalari vakillari uchun ochiq jarayonni sizlar bilan jonli efirda ulashyapmiz.